Dadamni ko'rmasam bo'lmaydi. Prezidentimiz qirq adolatsizlik bilan kunni ustiga kun chiqaryapti. Qonunni ustiga qonun chiqaryapti. Burada tergovga tutib men qamoqman. Men xalqim bizlarning uchun ishlayman. Bizga nima uchun so'qqonda qaraysiz? Men to'yimga ishlayman bo'lsangiz, urmagan bo'lsangiz. Hurmatli prezidentimiz, sizlarni adolatli qaroringizni kutib o'tiribmiz. Mana shuncha xalq, shuncha fuqaro, shuncha tadbirkor, birov Xorazmdan kelgan, birov Surxondaryodan kelgan, birov Qashqadaryodan kelgan. Nima qilyapti bular? Nohaqlik qilyapti. 10 minglab, 20 minglab odam kelyapti. Buyog'i Navoiy, buyog'i Jizzax. Ijtimoiy tarmoq orqali Tolibxon akani taqdiri va yonidagi ikkita shaxsning taqdiri bilan hozir kuzatuvda. Prezidentimiz ham o'z so'zlarida shuning uchun ham men prokurorlarga ishonmayman degan rejlari bor. Bizni olib borayotgan siyosatimizga zid agar mana shunaqa tadbirkorlar qamay-yuradigan bo'lsa, bizni O'zbekistonimiz rivojlanmaydi, investorlar pul tikmaydi. Qonun bizni tumanda ishlamayapti. Menga nisbatan ishlamayapti. Buni orqasida kimdir turganligini bilaman men. Kimdir turibdi. Shu tadbirkorni sindirish kerak, mol-mulkiga egalik qilish kerak. Men aniq bilaman. Davlat rahbarimizdan minnatdorman. Bu bizga kuch-quvvat berdi. Yangi marralar sari yuramiz. Bundan ham eksportni oshiramiz, yangi ishchi o'rinlar yaratamiz.